Bolalarda shamollash, burun bitishi va tomoq og'rig'i 3 baravar ko'paygan. Sababi oddiy, lekin ko'pchilik bilmaydi. Birinchi sabab immunitetning pasayishi. Kam harakat, quyosh yetishmasligi va D vitamini past bo'lishi viruslarga chidamlilikni keskin kamaytiradi. Ikkinchi sabab xonalarning quruqligi. Issiq pol, konditsioner va isitgichlar burun shilliq qavatini quritadi. Uchinchi sabab bog'cha va maktablarda infeksiyalar aylanishi. Bog'cha va maktablarda infeksiyalar juda tez aylanadi. Bir bola shamollasa, 5-7 kun ichida butun guruhga tarqaladi. To'rtinchi sabab shakarli ovqatlar ko'payishi. Shakarli ovqatlar immunitet hujayralarini 40% gacha sustlashtiradi. Beshinchi sabab kam suv iste'mol qilish. Suv yetishmasa, burun, tomoq va halqum quruqlashadi. Quruq burun bu past himoya degani. Oltinchi sabab uyqu rejimining buzilishi. Uyqu chuqurligi pasaysa, organizm tiklanmaydi. Yettinchi sabab havo iflosligi va allergenlar. Chang, tutun va allergiya shilliq qavatni yallig'lantirib, viruslar uchun eshik ochadi. Chang, tutun va allergiya shilliq qavatni doimiy yallig'lantiradi. Bunday foydali lor maslahatlar uchun sahifaga obuna bo'ling.